Uy egasi biroz yashagan va ko'zdan g'oyib bo'lgan ekan. Nimaga ekanligi noma'lum. Yangi uy egasi kalitni qo'liga oldi-da, uyi tomon yo'l oldi. Uyning oldingi egasi bedarak yo'qolgani sababli uning eski-tuski narsalari sotuvga qo'yilgan. Bu yigit 2 qavatli uyiga kirdi va narsalarni joylay boshladi. Hozircha hammasi yaxshi edi. Oradan bir oy o'tgach qandaydir ovoz eshitildi. Kim bu? U to'xtab qoldi va atrofiga qaray boshladi. Evas! Ovozni yaxshiroq eshitish uchun oyog'i ostiga quloq soldi. Yuragi qo'rquvdan yorilay dedi. Zinapoya ostidan qandaydir ovoz chiqayotgandi. Hozir yordam beraman, 1 soniya kuting. U xonasiga qandaydir asbobni olish uchun yugurib ketdi. Is free. Yana oyog'i ostidan ovozlar kelayotgandi. Jennerson, qanaqasiga? Yotoqxonasi ostidan yosh bolaning ovozi chiqayotganiga ishonchi komil edi. Zero u yer juda tor bo'lsa ham katta bolg'ani oldi. Polni teshayotgan payt bolg'ani yerga qo'ydi va pol ostiga qarab ko'rmoqchi bo'ldi. Hech narsa ko'rmadi, qorong'ulik. Shuning uchun fonarni pol ostiga tutdi. O'sha paytda qandaydir ko'zning qarab turganligini ko'rib qoldi va og'izga aylandi. Qo'rquvdan yiqilib tushdi. Bizni bu yerdan chiqaring janob. Bu yer juda qorong'u. Uzoq vaqt polni yorishga to'g'ri keldi. Bolg'a qattiqroq nimagadir tegdi. Qarasa, pol ostiga tushish uchun qurilgan eshik bor ekan. Buni ochdi va fonarni yoqdi. Juda qorong'u bo'lgani sababli baribir hech narsa ko'rinmadi. U o'tirdi-da qo'lni pastga cho'zib, "Qo'limni ushlang, yordam beraman", dedi. Uni bitta qo'l, keyin ikkita, keyin esa 10 ta qo'l ushlaganini sezdi. Endi gapirmoqchi bo'lganda uni pastga tortib yubordilar. Uning yuzi yerda qo'lni tortishga harakat qilardi. U bir ko'zi bilan pol ostini ko'rib turardi. Jilmayib turgan lablarga ko'zi tushdi. Tilini aylantirdi-da, uning ko'zlariga tegindi. Uning qo'li og'riy boshladi va pol tagidan tortib oldi. Qarasa, qo'llari tishlangan edi. "Sizlarga nima bo'ldi? Nima qilmoqchisizlar o'zi?" Teshikdan qo'rqinchli kulgular eshitildi. Uning juda jahli chiqdi va o'rnidan turdi. Shunda bitta qo'l polni yorib chiqdi va oyog'idan ushlab oldi. Silkib yubordi-da qochishga harakat qilardi. Lekin juda ko'plab qo'llar uni ushlashga harakat qildi. Zinapoyadan endi tushganda yiqilib tushdi va nihoyat chiqish eshigiga keldi. Birdaniga yuqori yorilib ketdi. Haligi narsalar yana kelgandi. Bu safar ko'zlar va og'izlar ko'rinib turgan. U uydan chiqib ketdi va qaytib kelmadi. Bir oydan so'ng bitta ayol keldi. Oldingi egasi ketib qolganligi sababi noma'lum, dedi. U kalitlarni oldi va yangi uyi tomon yo'l oldi.